oqini boqish kerak ekan. Ya'ni boqayotganimiz aytayapti. Oqi deyarli har kuni tuxum berar ekan. O'zi mana shunaqa joylarga chiqadi. O'zi yemini topib, o'zi anaqa qilib, bemalol ana xunetda o'zi ko'payishga harakat qilishyapti. 50 ming so'm, 60 ming so'mga olasiz deyapti. Lekin biz bularni jo'jalik paytda olganmiz, bir donasini 7 ming so'mdan olib kelganmiz deyaptilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu safargi videomizda sizlarga o'rdak boqish haqida qo'limizdan kelgancha sirlari hamda ma'lumotlar berib o'tgan do'stlar. Qaranglar, bu yerda 3 xil o'rdak boqilar ekan. Bittasi oq, bittasi qora. Nomi esimdan chiqib qoldi. Videoda oxirigacha ko'rsatib aytib o'tganlar. Indukali varianti ola bulasi bor. Bularda nima farqlari bor? Qaysi biri yaxshiroq, qaysi biri go'sht uchun, qaysi birisi tovuq uchun bo'ladi? Hamda necha oyda tovuq, ya'ni tuxumda yetishib boradi. Shular haqida xudo xolasa qo'limizda ancha ma'lumotlar berib ketamiz. O'rdak boqishni zo'r tomoni do'stlar, mana shunaqangi kenggina joylar